Assalomu alaykum. Men Isoyeva Dilrabo, Tojikistondan bo'laman. Men 3 kun detoksdan o'tib kelganimdan, meni avval bormasligimdan men o'ziga tushgandim. Meni ana miyomang bor degan edilar. Keyin 10 santimetrli miyomang bor edi. Borsanga deb menga dorilarni yozib bergan edilar, akusher ginekolog. Men uni tabletkasini ichgan edim. Lekin mana bu detoksga bordim, ustozimga aytgandimki, menga miyomam bor deb. Ustozlarim aytdilarki, shu nimaga detoksga borasiz, shu rezultatni ko'rasiz, tushadi deb menga gapirdilar. Men bordim detoksga, 3 kunlikka borib keldim. Yana 21 kun diyetani qilasizlar, yana nima rezultat albatta ko'rasizlar deb aytgan edilar. Mana Xudoga shukr qilaman. Mana bugun 22-kuni. Rosa mazam bo'lmay, ichim og'rib nima bo'lib, mana nimamdan miyomam tushdi. Rezultatim mana yana men ko'rdim rezultatni. Tianshi mahsulotlari zo'r. Ikkilanib yurmanglar. U mahsulotni albatta olib ichinglar.